nega ayrim ayollar 40 yoshda bo'lsa ham yuz holati va ko'rinishlari 30 yoshga o'xshab qolishadi? Juda ko'p keladigan savol. Men buni ham oldin ham aytib o'tganman. Nima uchun hozirgi ayollar qarimayapti? Ya'ni yosh qaynonalar ko'payib ketdi va nimaga yosh qizlar vida katta bo'lib ketyapti? Endi bir qancha omillari bor. Yoshlarni vida katta bo'lib ketishini sababi yoshlar hozir umuman uxlamayapti. Stressga moyilligi juda ham kuchli. Turmush tarzi, ovqatlanish tarzi buzilib ketgan. O'sha fast foodlar, energetiklar, elektronniy sigaretlar, bular hammasi yoshlarga tegishli bo'ladigan bo'lsa, men hamma yoshlar demayman. Bu o'zi hozir ko'rib turganda o'zligi bilib olishadi kimga tegishini. Nima uchun yoshi katta ayollar qarimayapti? Chunki yoshi katta bo'lgan sari ayol kishi, buni men o'zimdan misol qilib ayta olaman, qarigiz kelmas ekan. Masalan, yoshlikda hali vaqtim bor desak, biz yoshimiz katta bo'lgan sari vaqtim kam qoldi. Endi tezroq o'zimga qaray, ozgina bo'lsa ham chiroyli yashay, umrim yana qancha bor degan narsada o'sha fonda tezroq o'zimizni, nima deydi, o'qitlarimizni vaqtida qilib, ovqatlarimizni vaqtida yeb, vaqtida uxlab, juda ko'p narsaga o'sha yoshimiz katta bo'lgan sari amal qilishni boshlayotganmiz. Chunki yoshlikni o'zi go'zal. Yoshlikda hamma, men har doim shunaqa yosh bo'laman deydi, lekin qanaqa qilib 45 ga chiqqaningizni bilmay qolar ekansiz. 40-45 dan keyin esa qanaqa qilib 30 yoshga o'xshab chiroyli ko'rining, terim chiroyli bo'lsin, sog'lom bo'lsin degan narsani xohlab qolar ekansiz. Endi buni omillari ko'p, sanasangiz ko'p, no asosiy omillari mana shular.